imtihon materialda qilganman. Buni ham olib, o'sha 19 dan 23gacha chotki zo'r hammasi. Faqat endi biz ishlashimiz kerak do'stlar. Endi biz faqat hozir ishlashimiz kerak, tahlil qilishimiz kerak. Men sizga o'zizga tashiyman, tahlil qilib bermayman. Keyin ishlab bo'lganimizdan keyin joy-joyiga qo'yib, yana bir 20-25 minut atrofida tahlil qilaman. Hozir tashlayapman materialni. Iloji boricha men audiosini ham qoldiraman. Mana tashladim. Hozir audiosini ham qoldiraman. Bu exercise kim endi? Maslahatim juda ham ko'p deb ishlab olmang. Bu sog'lig'ingizga zarar. Siqilib qolishingiz mumkin. Hamma mep ham imtihon darajasidagi emas. Umuman juda ham ko'p kitoblardagi meplar talabga javob bermaydi va biz offline o'qib yurganimizda 10 talab mep qildirardi bitta darsning o'zida. Bu prosta kerak emas narsa. Shuning uchun bundan qoching. Bitta mep ishlang, lekin to'liq tahlilni qiling. O'shasi biz uchun muhim. Aynan o'sha narsa biz uchun eng muhimi. Bo'lmasa, do'stlar, hozir tayyor bo'lsangiz, mana men qoldirdim. Ishlaymiz. Do'stlar, ana endi ovozimni o'chiraman, sizni o'zingizga tashlayman, bemalol tahlil qilib chiqsangiz bo'ladi. Ketdik o'rtoqlar. Ovozni o'zimdan o'chiryapman. Sizga esa omad tilayman, xato qilmang. Now, on Sunday, we'll be taking our visitors to Farley House. You may not all be familiar with it, so here's a map to help you. You can see the car park at the bottom of the map. There's an excellent farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. It's in the old stables, which is the first building you come to. They're built round a courtyard, and the shop's in the far corner on the left. There's also a small cafe on the right as you go in. I know that one or two of our visitors may not be all that mobile. The main entrance to the house has a lot of steps, so you might want to use the disabled entry. This is on the far side of the house from the car park. Children will probably be most interested in the adventure playground. That's at the northern end of the larger lake, in a bend on the path that leads to the lake. There's lots for children to do there. There are a number of lovely gardens near the house. The kitchen gardens are rectangular and surrounded by a wall. They're to the northeast of the house, quite near the smaller lake. They're still in use and have a great collection of fruit and vegetables. The Temple of the Four Winds is a bit more of a walk, but it's worth it. Take the path from the car park and go past the western sides of the stables and the house. Then, when the path forks, take the right-hand path. Go up there with the woods on your left, and the temple is right at the end. There are great views over the whole area.
Okay, so that's... Now, on Sunday, we'll be taking our visitors to Farley House. You may not all be familiar with it, so here's a map to help you. You can see the car park at the bottom of the map. There's an excellent farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. It's in the old stables, which is the first building you come to. They're built round a courtyard, and the shop's in the far corner on the left. There's also a small cafe on the right as you go in. I know that one or two of our visitors may not be all that mobile. The main entrance to the house has a lot of steps, so you might want to use the disabled entry. This is on the far side of the house from the car park. Children will probably be most interested in the adventure playground. That's at the northern end of the larger lake, in a bend on the path that leads to the lake. There's lots for children to do there. There are a number of lovely gardens near the house. The kitchen gardens are rectangular and surrounded by a wall. They're to the northeast of the house, quite near the smaller lake. They're still in use and have a great collection of fruit and vegetables. The Temple of the Four Winds is a bit more of a walk, but it's worth it. Take the path from the car park and go past the western sides of the stables and the house. Then, when the path forks, take the right-hand path. Go up there with the woods on your left, and the temple is right at the end. There are great views over the whole area. Okay, so that's... Qani bo'ldi, iloji bo'lsa javoblaringizni yozib qoldiring. Men hozir ham tahlilni qilib beraman sizga, yaxshilab. Biror joy qolib ketmaydi. So'zlarning tarjimasigacha hammasini aytib o'taman. Ko'ramiz. Yaxshi map. Menimcha buni uncha kandidat yaxshi oson map ekan, muammo emas ekan degan gaplarni qilolmaydi. Mapga nisbatan zo'r map. Qiziqarli map. Hozir ko'ramiz. Boshidan boshlaymiz tahlilimizni. Bu multi-level listening part 4, exercise 2. Oson ham bo'lmagan, o'ta murakkab ham bo'lmagan, lekin qiziqarli. Audiodan avvalgi tahlilga va audiodan keyingi tahlilga arziydigan, juda ham ko'p xulosalar oladigan yaxshi map. Farley House 5 ta variant, 19 dan 23 gacha. Bitta map ishladingiz, 10 ta map emas, 20 ta map emas. Bitta map ishladingiz, o'shani transkripti bilan yana bir marta qayta eshitib chiqing. Siz eshitmagan joylar talaygina. Keyin javoblarini, tayyorgina javoblarini tekshirib olmang. Iloji bo'lsa, transkriptidan o'qib tekshiring. Chunki yoqda tarjima qilasiz. Sizga kerak bo'lgan so'zlar juda ham ko'p. Xatolaringizni ko'rasiz. O'zingiz uchun muhim xulosalarni olasiz. Lug'at olasiz. Eng muhimi mana shu. Audiodan avvalgi tahlilga e'tibor bering. Ko'p o'quvchilar bitta kitobni tugatib yuboradi. Lekin bitta kitobni tugatib yorsa ham, ichidagi 20 ta mapni ishlasa ham baribir xato qiladi. Sabab birinchidan u yaxshi map ishlamayotgani, sifatli material. Ikkinchidan sifatli materialni ham dabdala qilayotgani. Mapni oldingizmi? Xuddi shoshilib biror joyga ketayotgandek, imtihonda o'tirgandek, kimdir qo'yayotgandek ishlamang. O'tiring, birma-bir tahlil qilib chiqing. Mana misol uchun 19 dan 23 gacha raqam bor. Mana shu 19 dan 23 gacha qaramang. Ya'ni
Har birini o'qib, farm shop, disabled, temple, kitchen, deb o'qimang. Birinchisiga e'tibor berib qo'ying bo'ldi. Birinchisiga farm shop bo'ldi. Tarjimasi sizni qiziqtirmasin, chunki bu tarjima muhim emas. Qanday yozilgan bo'lsa, shunday aytiladi audioda. 19 shuni eshitsang, audioda bo'ldi. Keyin 20, keyin 21, yo'q ketma-ket. Sizga kerakki mast bo'lgan qism bor. Mapda bu ma'lum bir joyni ta'rifi. Sizga kerak bo'lgan qism ma'lum bir joyga olib boradigan yo'nalishli so'z. O'shanisi muhim. Masalan, map hayolan oling, bu hayotda bor map, hayotda bor joy, Farley House hayotda bor. Siz yo'q keldingiz, mashinada keldingiz, mashinangizni car parkka qo'ydingiz, tahlil qilyapsiz. Chiqdingiz, chiqishdan oldin biz bitta narsani unutib qoldiribmiz, yozib qo'yaylik. Mana bu bizda north. Mana bu bizda south. Chap tomonim g'arb, o'ng tomonim sharq. Va bitta narsani unutmang, g'arb, sharq hech qachon joyni o'zgartirmaydi. Lekin agar mana bu kirish joyi chapdan kirsa, mabodo kirish joyi g'arbdan bo'lsa, sizni chap qo'lingiz tepada, o'ng qo'lingiz pastda. Agar kirish joy sharqdan bo'lsa, sizni o'ng qo'lingiz tepada, chap qo'lingiz pastda. Agar kirish joy tepadan bo'lsa, sizni o'ng qo'lingiz hozirgi chap qo'lingiz tomonda, mana bu chap qo'lingiz hozirgi o'ng qo'lingiz tomonda bo'lardi. Mana shu ham ko'plab o'quvchilarni oddiygina o'ng bilan chapni ajrata olmasligiga sabab bo'ladi. Shu joyidan ham yeb qo'ymaslikka harakat qiling, iloji boricha. Ana endi hop biz kirdik. O'ngga burilaman. O'ngga burilsam, mana bu joydan chiqib ketar ekanman. F kichkina ko'l, bu yoqdan chiqib ketsam, katta ko'l tomondan yurar ekanman. Eng muhimi endi hozir bunaqa maydalashim shart emas. Mapni markazi bormi degan savol borda. Endi kirish joyini ko'rdim, avtoturargoh bor, bunga o'xshayapti. Bu house, markaz. Chunki uni atrofidan o'tgan yo'llar. Ikkinchi o'rinda ikkita ko'l. Kichkina ko'l bor, ataylab berilgan kichkina katta qilib. Katta ko'l bor chapda, kichkina ko'l bor sharqda. Endi menda ikkita kattaroq bir joy bor. Eski otxona, Old Stables, unda ikkita bino bor. G bor, H bor. Qayerdan kirishiga qarab, misol uchun, menda bu bir kattaroq joy bo'lsa, G yuqorida, haligi anavi demang yana Old Stables degan yozuvni oldida demang. Bu yoqda Old Stables bo'lsa yozilgan. Chapda, burchakda tepada, o'ngda burchakda pastda H bor ekan. Tushunarli, juda ham chuqur kirmayman. Mana bu joydan bitta yo'l chiqib ketgan F ga, daraxtlar bor, woods. Daraxtlarni ham e'tibordan chetda qoldirmang, iloji boricha hammasi biz uchun kerak. Woods. Ba'zida mana shuni daraxtlar oldida yoki daraxtlarning orasida joylashgan bo'lsa, hidden deydi, yashirinib turibdi degan ma'noda. Endi bitta narsa bor bizda. Misol uchun mana bu yo'lga qarang. Bizda asosiy yo'l bor. Asosiy yo'ldan bitta kichkina yo'lakni chiqib ketishiga yoki eshitasiz, e'tibor bermaysiz. Eng muhimi mana shu. Eshitasiz, lekin e'tibor bermaysiz. Birinchi o'rinda bu leads off yoki branches off. Nima degani? Asosiy yo'ldan kichkina bir yo'lakni ajralib chiqishiga yo leads off yoki branches off deyiladi. Endi bu mana bu i ga ham tegishli bo'lishi mumkin. Yurib ketar ekanman, mana bu joydan asosiy yo'l ikki qismga ajralyapti. Mana bu joyda va mana bu joyda, bino oldida. Bunga fork deyiladi. Fork bizda vilkami, panshaxami? Demak, mapda bu narsa nima deyilar ekan? Fork. Yo'lni to'g'ridan to'g'ri ikkiga ajralishi. Ana endi bizda chap o'ng tomon tugadi. O'ng tomonda F, kichkina ko'l, D bor. D ga qarasangiz alohida bu o'ralgan. Mana. Boshqalar bunday emas, alohida o'ralgan. C dan kirar ekanman. Bo'ldi. Bu yoqdan chiqib borar ekanman, i ni ko'raman. Oddiy.
Mana bu joyda ham fork bor, lekin bu salgina bizni bitta so'z bilan chalg'itib qo'yishi mumkin. Sizga kerakli so'z ko'ryapsizmi? Mana bunaqa yo'llar ko'p uchrab turadi. Mana bini yo'li bitta bir qayrilgan. Ana shunaqa qayrilgan yo'lga bizda bend deyiladi. Bend. Bu sekingina qayrib qo'yilgan yo'l. Nisbatan kattaroq burilishlar bo'ladi. Mana bunaqa yo'l keladida, sekin burilib ketadi. O'sha joyga curve round deyiladi. Mabodo qachondir ko'rib qolsangiz, bu shunaqa yo'l deb keting. Oxirida a harf bor ekan, mana bo'ldi. Endi men eshitishni boshlasam ham bo'ladi bemalol. Now, on Sunday, we'll be taking our visitors to Farley House. Xo'p, biz yakshanba kuni Farley House'ga olib boryapmiz o'zimizni o'sha tashrif buyurgan mijozlarimizni. You may not all be familiar with it. Siz bu bilan you may not all be familiar with it degani bu bilan tanish bo'lmasligingiz mumkin bu joy bilan. Demak, albatta tanishtiramiz. So here's a map to help you. Har doim shunaqa. Maplarda doimiy ravishda shunaqa boshida nima qiladi? Tanishtirib o'tadi. Shu joyiga ham qarab qo'ying. Ya'ni shosharlik ham qilib qo'ymang umuman. Xotirjam bo'ling. Mapdagi eng muhim narsa xotirjamlik. You can see the car park at the bottom of the map. At the bottom of the map. Buni boya ham yozdik. Mapni pastida mana car park turibdi. Xo'p. There's an excellent farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. Farm shop ham bor deyapti. Bizda 19dagi variantimizda. Old Stables deyapti. It's in the old stables. Ko'rdingizmi? Old Stablesda. Boya audioda aytdi. Ana endi joyga keldik. Ikkita variantimiz bor. G yoki H. Undan yog'iga o'tmaymiz. Which is the first building you come to. Which is the first building you come to? Savol. First building deb nimaga nisbatan aytayapti? Agar o'quvchi shu joyda tushunmasa, first building bu H variant. Demak, meni javobim farm shopga H ekan deydi. Lekin yana men orqaga qaytarishga majburman. It's in the old stables. Farm shop Old Stablesda, eski otxonada. Which is the first building you come to. Which is the first building you come to. First building bu otxona. Do'kon otxonada. Bu siz duch keladigan birinchi bino. To'g'ri-da? Chiqqanimizdan keyin birinchi otxona turibdi-ku. They're built round a courtyard. Hovli bo'ylab qurilgan. And the shops in the far corner on the left. Do'konni o'zi esa far corner, uzoq burchakda. On the left, chapda. Qayerda ekan? Uzoq burchakda, chapda. Yuqoriga chiqib ketmang. Mana shu joyni o'zida. Old Stablesda uzoq burchakdagi, chapdagi narsa binoning ichidagi. Bu G bo'ladi. G ni olib qo'yaman javobga. There's also a small cafe on the right. Shuningdek, kafe bor o'ng tomonda, H'da. As you go in. As you going, kirishingiz bilan. As you going, kirishingiz bilan o'ng tomonda kafe bor. Kafe varianti yo'q menda, shu uchun men hozir farm shopni oldim va bir yo'la H variantidan ham qutuldim. Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, meni javobimga hozir G mos keladi. Disabled entry. Disabled entry bu harakat cheklangan insonlar uchun kirish joyi. I know that one or two of our visitors may not be all that mobile. Men bizda bitta ikkita tashrif buyuruvchilarimiz unaqa harakatchan inson bo'lmasligi mumkin. The main entrance to the house. Qarang, uyga kirishni asosiy joyi main entrance deyapti. Qiziq joyi mana shu.
Main entrance. Main entrance. Uyga kirishdagi asosiy kirish joyida has a lot of steps, juda ham ko'p zinalar bor. so you might want to use the disabled entry. Shuning uchun ham siz asosiy kirish joyidan emas, narigisidan foydalanishingiz mumkin. Menimcha, do'stlar, bu yoqdagi asosiy kirish joyi I bo'ladi. Nega desangiz, qarang, bu alohida bir belgi bilan ham qoldirilganga o'xshaydi. Bu yoqda ham steplar bor, mana ko'ryapsizmi? Kirish joylarini. Mana shu asosiy kirish joyi men uchun I variant bo'ladi. Yana bir ishora bor hozir. This is on the far side of the house. Ko'rsa, this is on the far side of the house. Far side degani far side of the house. Uyni haligi uzoq tomonida. Uzoq tomoni menda C bo'ladi. From the car park. From the car park. Avtoturargohdan borganimizda uyni uzoqroq tomonida. Bu C variant. Asosiy kirish joyi baribirga ham I. Mana I menda chiqib ketadi. C ni olaman. Adventure playground. Yoki mana shu yerda I boshqa bino ham bo'lishi mumkin, boshqa narsa, lekin baribir ham kirish joyi mana buda menda. Mana shu kirish joyi menda. Asosiy kirish joyi C variant disabled. Ini balki asosiy kirish joyi emasda boshqa narsa ham bo'lishi mumkin. Alohida ajralib chiqib turibdi, little pass bo'lib. Disabled entry-ga C ni olaman. Ana endi adventure playground. Children will probably be most interested in the adventure playground. Hop, bolalar juda ham qiziqishi mumkin bu joyga, ham qiziqadi ham. That's at the northern end of the larger lake. Northern end. Bu degani northern end. Northern end degani north nima? North bizda o'zi shimol degani. Shimol odatda tepa degan so'zga sinonim. South janub degani. Bu odatda menda pastga degan so'zga sinonim. Shunda katta ko'l bor ekan, o'shani northern end. Ko'lning ham o'zining tepasi, north qismi, g'arb qismi, south qismi bor. Tepa qismida, northda turibdi, B'da. Hozir ko'rasiz, yana aytadi. In a bend on the path that leads to the lake. Leads to the lake. Ko'lga olib boradigan yo'lakni bend qismida. Bend nima edi? Mana bu yerda yozib berdim. Qayrilgan qismida. B javob nima ekan shu uchun? Adventure playground ekan. Yomon emas. Undan keyin kitchen gardens. There's lots for children to do there. There are a number of lovely gardens near the house. Hop, uyga yaqin joyda ekan. O'zi belgi qoldirdi. Near the house. Uyga yaqin joy bizda I ham bo'lishi mumkin, D ham bo'lishi mumkin. Balki A uzoqroq o'xshayapti. The kitchen gardens are rectangular. Ko'rsa, kitchen gardens rectangular. Rectangular degani meni to'rtburchak. To'rtburchak. And surrounded by a wall. Devor bilan o'ralgan. Bu menda D ga boradi, chunki D boshqacharoq turibdi. There to the northeast of the house. North east of the house. Ko'rsa, baribir keldi. North east of the house degani uyni janubi sharqida. Uzr, shimoli sharqida. Shimoli sharqi mana uyni mana bu joyga men north east ni yozadigan bo'lsam, mana u ham mana bunday stelkada ketadi va bu to'g'ridan-to'g'ri D ni kesib o'tyapti. D variant menda kitchen gardens. Ham devor, ham north east. The Temple of the Four Winds. Bu qayerda bo'lishi mumkin? Variantimiz kam qoldi. Quite near the smaller lake. Yana bitta belgi qoldirdi. Mana bu kichkina ko'lga juda ham yaqin. Quite near dedi. Tugadi. They're still in use and have a great collection of fruit and vegetables. The Temple of the Four Winds is a bit more of a walk. Is a bit more of a walk. Bu nima degani? Kelib qolishi mumkin. Mabodagi bitta bu ham chan is a bit more of a walk. Bu degani birozgina yurasiz degani, uzoqroq narsa ekan. Bu uzoqroq ekan. Endi car parkdan. But it's worth it. Lekin arziydi. Take the path from the car park. Take the path from the car park.
Avtoturargohdan chiq, yo'lakdan yurishni boshla. Qaysi yo'lakdan? Chapdan, o'ngdan? And go past the western sides of the stables and the house. Go past. Go past degani o'tib ket. Go past degani do'stlar o'tib ket degani. O'tib ket. Nimadan? Western side. Western degani g'arbiy tomonidan, otxonani va uyni. Demak, g'arbiy tomoni meni chapdan o'tib ketasan ulardan. O'tib ketdik. Then, when the path forks, haligi yo'l ikkiga bo'linganda deyapti. Xuddi qaychiga o'xshab ikkiga bo'linganda, mana ikkiga bo'lindi, chapga, o'ngga. Endi albatta o'ngga, chunki A bor bu yoqda faqat. Take the right hand path. Right hand path. O'ng qo'lgagi yo'lakka yur. Go up there. Go up there. Tepaga qarab yur. Go up degani go up. Tepaga qarab yur. With the woods on your left. With the woods on your left. Woods mana bu. Woods nima? Seni chap tomoningda, oxirida ajo. And the temple is right at the end. Right at the end. Bu nima degani? Right at the end. Bu o'ng qo'l oxirida degani emas. Bu do'stlar, shundoqqina oxirida. Endi e'tibor bering. Maplarda just, immediately, right degan so'zlar shundoqqina degan tarjimani beryapti. Mana shu tomoni ularni bir eng qiziqarli va eng muhim tomonlaridan biri. Aytayapti, just, immediately, right bizda deyapti. Shundoqqina degan tarjimani beradi deyapti. Mana bo'ldi. O'rtaga qo'yib qo'ydim. Oxirida, shundoqqina oxirida ajo. Tahlil qilinishi shart har bir qator, har bir so'z. Nega xato, nega to'g'ri, qanaqa so'z ishlatildi, har bir so'zini yozdik, yo'nalishga tegishli. Faqat yo'nalishga tegishli so'zni biling, xato qilmaysiz. Ozgina xotirjam bo'ling, bo'ldi. Tahlil qilishdan qochmang. Tahlil qilmasangiz, imtihon kuni ham, undan keyin ham, undan oldin ham nolib yuraverasiz, nega men mapda xato qilyapman deb. Multi-level listening part 4, exercise 2 salkam 20 daqiqa davomida biz buni tahlilini bittalab ko'rib chiqdik. Nechta chiqqanini yozib olsangiz bo'ladi oxirdagi postga. Xo'p. Nechta chiqqanini yozib olsangiz ham bo'ladi. Bo'ldi zo'r. Umuman olganda, chotki bu yoqda muammolar yo'q ekan, yaxshi do'stlar. Endi menimcha ertaga siz apreldagi imtihonga kirasizmi, maydagi imtihonga kirasizmi? Baribirga ham Xudo xolisa xato qilmasdan chiqasiz. Men buni kutaman sizdan, hammadan. Xato qilishga sabablar yo'q mapda. Qiyin ekan deyishingiz ham kerak emas, chunki map baribirga ham o'sha imtihonda ham oson bo'ladi. Do'stlar, baribirga ham imtihonda ham map oson bo'ladi. Bemalol ishlasangiz bo'ladi, muammosiz. Tahlil qiling. Xato qilyapsizmi? Iloji boricha tahlil qiling. Tahlil qilmasdan natija qilish qiyin. Map oson do'stlar. Men oson deyapman. To'g'ri, bu oson. Murakkab emas. Xudo xolisa harakat qilsa bo'ladi, bemalol. Mana shunday. O'rtoqlar, menimcha bizning vaqtimiz yetib keldi. 1 soat o'tiribmiz, roppa-rosa.
Charchamanglar do'stlar. Sog' bo'linglar. Ko'rishamiz. Nasib qilsa.